Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan if conditionals'ni o'tamiz. If conditionals bu nima? O'zi nima degani? If conditionals o'zbek tiliga tarjima qilsak, agar deb tarjima qilinadi va buni nimani anglatadi? Masalan, agar nimadir bo'lsa, nimadir bo'lishi mumkin yoki bo'ladi deganini. Masalan, agar meni pulim bo'lsa, men mashina sotib olardim. If I had money, I would buy a new car. Keyingisi, agar kimdir men seni o'rningda bo'lsam edi, shunday qilar edim desak, bunday gaplarda if I were you qo'shimchasi bilan gapiramiz. If I were you, I would buy a new house. Agar men seni o'rningda bo'lganimda, men allaqachon yangi uy sotib olgan bo'lardim. Keyingisi, keyingisi if conditionals 4 ta turga bo'linadi. Bular type 0, type 1, type 2, type 3 conditionals bo'ladi. Type 0 conditional bu haqiqat haqida gapirsak va shu kabilar. Masalan, if you heat water, it boils formulasi if present simple 100% real gap haqida gapirsak. First conditional bu kelajakda reja qilingan ish bo'yicha 99% real. Masalan, if I study hard, I will pass the exam. Formulasi if present simple will verb 1. Ya'ni verb bu kesim. Second conditional bu hozirdagi noreal, ya'ni nima desam, xayoliy gaplarda gapirsak, masalan, if I had money, I would go to America. Agar menda pulim bo'lganda edi, men Amerikaga borgan bo'lardim. Ya'ni hozir o'ylayapman buni. Prosta noreal. First conditional bu o'tmishdagi noreal, ya'ni xayoliy ishlar va afsus uchun gapirsak. Masalan, if I had watched this video, I would have regret it. Agar men bu videoni ertachiroq ko'rganimda edi, men afsuslanmasdim. Bunaqa foydali kontentlar uchun albatta obuna bo'lib qo'ying.